Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Bugun men juda muhim masalani aniq raqamlar bilan tushuntirib beraman. 2020 yildan 2024 yilgacha pensiyalar indeksatsiya natijasida aslida qanchaga oshdi? Qo'lga tegadigan pul qancha bo'ldi va bu o'sish narx-navoning o'sishi oldida nimani anglatadi? Bu mavzu faqat hozir pensiya olayotganlar uchun emas, yaqin yillarda pensiyaga chiqadiganlar. Ota-onasining pensiyasini tekshirib beradigan farzandlar, nogironlik pensiyasi yoki boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi oladigan oilalar uchun ham juda muhim. Chunki bitta noto'g'ri hisob, bitta e'tiborsiz qoldirilgan hujjat yoki bitta ariza yozilmagan odamni har oy 100 minglab so'mdan mahrum qilishi mumkin. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Men oddiy tilda misollar bilan tushuntiraman. 2020 yilda 20 million pensiya olmaganman. 20 yilda 20 million so'm pensiya olgan odam 2024 yilga kelib ta'mindan qancha olishi kerak edi? 20 million 500 ming so'mlik pensiya qancha bo'ldi? Eng kam pensiya miqdorlari qanday o'zgardi? Kimlar xavotir olishi kerak? Kimlarda hammasi avtomatik hisoblanadi? Kanalga hoziroq obuna bo'ling, videoga like bosing, chunki bunday ma'lumot ko'pchilikka kerak bo'ladi. Avvalo indeksatsiya nima ekanini sodda qilib aytaman. Indeksatsiya bu pensiya miqdorini davlat tomonidan ma'lum foizga oshirishdir. Masalan, pensiya 10% oshirildi deyilsa, 20 million so'm pensiya 20 million ming so'm bo'ladi. 2 million so'm pensiya 2 million 200 ming so'm bo'ladi. Bu yerda asosiy maqsad narxlar oshib ketayotgan sharoitda pensiya oluvchining daromadini hech bo'lmasa qisman himoya qilishdir. Lekin odamlar ko'p hollarda bitta xatoga yo'l qo'yadi. Ular pensiya oshdi degan xabarni eshitadi, lekin o'z hisob varag'iga yoki plastik kartasiga tushgan summani solishtirib ko'rmaydi. Ba'zida oshish to'liq ko'rinmaydi. Chunki qarzdorlik, aliment, kredit ushlovi, oldingi ortiqcha to'lovni qaytarish, bankdagi avtomatik yechimlar yoki boshqa ushlab qolishlar bo'lishi mumkin. Ba'zida esa odam pensiya miqdorini emas, qo'lga tekkan sof summani eslab qoladi. Shu sababli bugun men e'lon qilingan foiz bilan real qo'lga tutishgan summa o'rtasidagi farqni ham tushuntiraman. 2020-2024 yillar oralig'ida pensiyalar bir necha marta oshirildi. Muhimi shuki, har bir oshirish oldingi miqdorga qo'shib hisoblanadi. Ya'ni 10% oshdi, keyin yana 10% oshdi degani jami 20% emas, balki avval 20 ga, keyin yana 20 ga ko'payadi. Masalan, 1 million so'm avval 1 million 20 ming bo'ladi. Keyingi 10% esa 1 million 20 mingdan hisoblanadi va 1 million 210 ming bo'ladi. Ko'rib turibsiz, jami oshish 210 ming so'm, ya'ni 20 ming foizga teng bo'ladi. Mana shu murakkab foizni tushunmaslik ko'pchilikda mening pensiyam noto'g'ri oshdi degan shubhaga sabab bo'ladi. Endi asosiy raqamlarga o'tamiz. Men bu yerda indeksatsiya davrlari bo'yicha tushuntiraman. Turli pensiya turlari va ayrim imtiyozli to'lovlarda aniq sanalar yoki miqdorlar farq qilishi mumkin. Lekin oddiy yoshga doir pensiya oluvchilar uchun umumiy mantiq shunday. 2020 yildan 2024 yil oxirigacha pensiya miqdori bosqich oshib bordi. Agar 2020 yil boshida odam 1 million so'm pensiya olayotgan bo'lsa, keyingi indeksatsiyalar ketma-ket qo'llanganda 2024 yilga kelib uning pensiyasi taxminan 2 million so'm atrofidan oshgan bo'lishi mumkin. Aniq hisob pensiya turi qaysi oyda qayta hisoblanganiga, eng kam miqdor bilan bog'liq qo'shimchalar bor yo'qligiga bog'liq. Lekin umumiy tasavvur uchun aytaman. 2020-2024 oralig'ida pensiyalar nominal hisobda taxminan 2 baravarga yaqinlashdi yoki ayrim holatlarda 2 baravardan ham ko'proq oshdi. Bu odam 2 baravar boyib ketdi degani emas. Chunki shu davrda oziq-ovqat, dori-darmon, kommunal xizmatlar, kiyim-kechak, transport va boshqa kundalik xarajatlar ham oshdi. Masalan, 2020 yilda 1 million so'mga olinadigan mahsulotlar savati 2024 yilda ko'pincha 1 million 600 ming, 1 million 700 ming yoki undan ham ko'proq turadigan bo'ldi. Shuning uchun men har doim ikki xil tushunchani ajrataman. Nominal pensiya va real pensiya. Nominal pensiya bu kartangizga tushayotgan so'm. Real pensiya esa o'sha pulga nimalar sotib ola olishingiz. Birinchi misol. 2020 yil boshida pensioner 1 million so'm olgan deylik. Agar keyingi yillarda pensiyasi indeksatsiya qilinib borgan bo'lsa, 10% oshishdan keyin 1 million 100 ming bo'ladi. Keyingi oshirishlar qo'shilganda summa 1 million 200 mingdan oshadi. Keyin 1 million 400 mingga yaqinlashadi. Keyin 1 million 600 ming. 1 million daximiga ming.
va 2024 yilga kelib 2 million so'm atrofidagi darajaga chiqadi. Men bu raqamni oddiy tushuntirish uchun aytyapman. Sizning shaxsiy pensiyangizda 7 ming, 10 ming yoki 2 ming farq bo'lishi mumkin. Chunki ish staji, o'rtacha ish haqi, qo'shimcha ustamalar, income pensiyaga tenglashtirish, nogironlik guruhi, bo'g'uvchisini yo'qotganlik holati kabi omillar bor. Ikkinchi misol. 2002 yilda 1 million 500 ming so'm pensiya olgan odamni olaylik. Agar pensiya ketma-ket indeksatsiya qilingan bo'lsa, 2024 yilga kelib bu miqdor taxminan 3 million so'mga yaqin yoki ayrim hisoblarda undan ham ko'proq bo'lishi mumkin. Ko'pchilik aynan shu joyda hayron bo'ladi. Nega qo'shnim 3 million olayapti? Men esa 2 million 400 ming olayapman. Sababi qo'shnining ish staji uzunroq bo'lishi, rasmiy ish haqi yuqoriroq bo'lgani, zararli mehnat sharoiti, harbiy xizmat, faxriy unvon, nogironlik yoki boshqa ustamalar bo'lishi mumkin. Pensiya faqat yoshga qarab berilmaydi. U mehnat faoliyatining hujjat bilan tasdiqlangan tarixiga bog'liq. Uchinchi misol, 2020 yilda eng kam pensiyaga yaqin miqdor olgan pensionerni olaylik. Bunday odamlarda indeksatsiya foizi har doim ham oddiy ko'paytirish bilan ko'rinmaydi. Chunki davlat eng kam miqdorlarni alohida belgilaydi. Masalan, kimning hisoblangan pensiyasi juda past bo'lsa, uni eng kam pensiya darajasiga yetkazish uchun qo'shimcha to'lovlar berilishi mumkin. Shuning uchun eng kam pensiya oluvchilarda o'sish ba'zida foizdan ko'ra ko'proq seziladi. Aytaylik, odamning hisoblangan pensiyasi 460 ming so'm bo'lgan, lekin amaldagi eng kam pensiya 560 ming so'm bo'lsa, unga 560 ming beriladi. Keyinchalik eng kam miqdor 700 ming, 800 ming darajaga ko'tarilsa, u odamning daromadi foiz hisobidan emas, aynan minimal kafolat oshgani uchun ko'tariladi. To'rtinchi misol, nogironlik pensiyasi oluvchi shaxsni olaylik. Bu yerda pensiya miqdori nogironlik guruhi, ish staji, kasallik yoki jarohat mehnat faoliyati bilan bog'liqmi yo'qmi, tibbiy mehnat ekspertiza hujjatlari, shuningdek belgilangan minimal kafolatlarga bog'liq. Birinchi va ikkinchi guruh nogironligi bo'lgan shaxslar uchun ayrim yillarda eng kam miqdorlar alohida ko'tarilgan. Shu sababli nogironlik pensiyasida oddiy hamma undan foiz oldi deb qarash noto'g'ri. Ba'zilar oddiy indeksatsiyani olgan, ba'zilar esa minimal miqdor oshgani sababli qo'shimcha foyda ko'rgan. 5-misol, bo'g'uvchisini yo'qotganlik pensiyasini olayotgan oilalar. Bu oilalarda to'lov bitta odamga emas, marhum o'quvchining qaramog'ida bo'lganlar soniga qarab hisoblanadi. Masalan, bir nafar bola, 2 nafar bola yoki mehnatga layoqatsiz turmush o'rtog'i bo'lsa, miqdor boshqacha bo'ladi. Indeksatsiya umumiy pensiya miqdoriga qo'llanadi, lekin hujjatlar yangilanmagan bo'lsa, masalan, bola o'qishini davom ettirayotganini tasdiqlovchi ma'lumotnoma vaqtida topshirilmagan bo'lsa, to'lov to'xtashi yoki kamayishi mumkin. Keyin odam indeksatsiya bo'lmadi deb o'ylaydi. Aslida muammo hujjatda bo'ladi. Men birinchi navbatda quyidagi odamlarga alohida e'tibor berishni maslahat beraman. Birinchisi, pensiyaga 2020-2024 yillar oralig'ida chiqqanlar. Chunki ularning hisobida bazaviy davr, ish haqi ma'lumotlari, staj hujjatlari, arxivdan olingan ma'lumotlar to'liq kiritilganmi yoki yo'qmi? Albatta tekshirish kerak. Ikkinchisi, pensiyasi eng kam miqdorga yaqin bo'lganlar. Chunki minimal kafolatlar o'zgarganda hamma vaqt to'g'ri qo'llanganini bilish muhim. Uchinchisi, ishlashda davom etayotgan pensionerlar. Ayrim holatlarda qayta hisoblash, ish haqi va sug'urta badallari bilan bog'liq masalalar bo'lishi mumkin. To'rtinchisi, nogironlik pensiyasi, bo'g'uvchisini yo'qotganlik pensiyasi, imtiyozli pensiya oluvchilar. Bu toifalarda qo'shimcha shartlar ko'p. Kamroq xavotir olsa bo'ladiganlar kimlar? Agar siz oddiy yoshga doir pensiya olsangiz, kartangizni har oy barqaror tutsa, hech qanday ushlab qolish bo'lmasa. Pensiya miqdoringiz har bir indeksatsiyadan keyin oshganini ko'rsangiz, hujjatlaringiz to'liq bo'lsa, ehtimol hammasi avtomatik hisoblangan. Lekin men baribir yiliga kamida bir marta pensiya jamg'armasi bo'limidan yo'qimay. Gov.uz orqali ma'lumotlarni tekshirishni maslahat beraman. Chunki xato kam bo'lsa ham umuman bo'lmaydi deb aytib bo'lmaydi. Endi eng muhim savol, pensiya real hayotda qanchaga oshdi? Agar 2020 yilda 1 million so'm olgan odam 2024 yilda 2 million so'm olsa, ko'zga juda katta o'sishdek ko'rinadi. Nominal o'sish 100%, ya'ni pul miqdori 2 barobar. Lekin shu davrda narxlar ham o'sgan. Masalan, non, yog', go'sht, sut mahsulotlari, dori, elektr, gaz, issiqlik, transport, uy ro'zg'or buyumlari narxi ham oshgan. Shuning uchun
real o'sish 1% emas. Oddiy misol qilaman. 2020 yilda pensioner oyiga 1 million so'm oladi. Uning asosiy xarajatlari oziq ovqat beqisming, dori beqisming, kommunal bizming, transport va mayda xarajatlar bizming, qolgan beqisming boshqa ehtiyojlarga. 2024 yilga kelib o'sha mahsulot va xizmatlar savati, masalan, 1 million 600 ming yoki 1 million 700 ming so'mga chiqdi. Agar pensiya 2 million bo'lgan bo'lsa, demak odamda oldinga nisbatan biroz ko'proq imkoniyat paydo bo'lgan. Lekin agar xarajatlar 2 milliondan oshib ketgan bo'lsa, nominal o'sish real hayotda sezilmaydi. Bu yerda yana bir nozik jihat bor. Inflyatsiya hamma uchun bir xil sezilmaydi. Rasmiy statistikada umumiy iste'mol narxlari hisoblanadi. Lekin pensionerlar xarajatining katta qismi oziq-ovqat va dori-darmonga ketadi. Aynan shu tovarlar ayrim yillarda umumiy inflyatsiyadan tezroq qimmatlashadi. Masalan, yosh oila kiyim-kechak yoki texnika xaridini keyinga qoldirishi mumkin, lekin pensioner dori ichishni keyinga qoldira olmaydi. Shuning uchun pensiya indeksatsiyasini bog'laganda faqat foiz oshdi demasdan, mening asosiy xarajatlarim qancha oshdi deb ham qarash kerak. Birinchi nozik jihat, pensiya oshirilgan sana bilan pul kartaga tushgan sana har doim bir xil tushunilmasligi kerak. Masalan, qaror ma'lum bir sanadan kuchga kiradi, lekin to'lov tizimi, qayta hisob-kitob, bank kuni, dam olish kuni sababli pul keyinroq tushishi mumkin. Agar sizga oshgan summa bir oy kechroq tushsa, bu har doim xato degani emas. Ba'zida farq keyingi oyda qo'shib beriladi. Lekin 2-3 oy davomida farq ko'rinmasa, albatta murojaat qilish kerak. Ikkinchi nozik jihat ushlab qolishlar. Agar pensionerda ijro hujjati bo'yicha qarzdorlik, aliment, kredit bo'yicha avtomatik yechim, kommunal qarzdorlik yoki oldingi ortiqcha to'lovni qaytarish bo'lsa, kartaga tushgan summa pensiya miqdoridan kam bo'lishi mumkin. Shunda odam menga oshirish berilmadi deb o'ylaydi. Aslida pensiya oshgan, lekin ushlab qolingan. Buni bilish uchun bankdan karta aylanmasini, pensiya jamg'armasidan esa hisoblangan pensiya miqdori bo'yicha ma'lumot olish kerak. Uchinchi nozik jihat pensiya hujjatlaridagi staj. Ko'p odamlar Sovet davridagi mehnat daftarchasi, kolxoz, zavod, qurilish tashkiloti, harbiy xizmat, o'qish davri, dekret ta'tili, bola parvarishi davri, boshqa ish joylari bo'yicha hujjatlarni to'liq topshirmagan bo'ladi. Pensiya tayinlanganda tizimda bor ma'lumot asosida hisoblanadi. Keyin odam arxivdan qo'shimcha hujjat topib kelsa, pensiya qayta hisoblanishi mumkin. Ayniqsa 2024 yillar oralig'ida pensiyaga chiqqanlar eski hujjatlarni albatta tekshirib ko'rsin. 4-chi nozik jihat, o'rtacha ish haqi ma'lumotlari. Pensiya miqdoriga faqat ish staji emas, balki ish haqi ham ta'sir qiladi. Ayrim odamlar rasmiy ish haqi past ko'rsatilgan davrlarda ishlagan, ayrimlar konvertda oylik olgan, ayrimlarda tashkilot arxiv hujjatlarini yo'qotgan. Bunday holatda pensiya kutilgandan past chiqadi. Indeksatsiya past pensiyani oshiradi, lekin dastlabki hisob noto'g'ri yoki to'liq bo'lmasa, keyingi barcha oshirishlar ham shu past bazadan hisoblanadi. Masalan, sizga aslida 1 million tekis so'mlik chiqish kerak edi. Lekin hujjat yetishmagani uchun 1 million e-xusming tayinlangan bo'lsa, keyingi 10% ham 1 million e-xusmingdan hisoblanadi. Yillar davomida farq juda katta bo'lib ketadi. 5-chi nozik jihat, eng kam pensiya va hisoblangan pensiya farqi. Ba'zida odam mening pensiyam eng kam miqdorda, demak stajimning foydasi yo'q ekan deb o'ylaydi. Aslida sizning hisoblangan pensiyangiz eng kam miqdordan past bo'lsa, davlat uni minimal darajaga yetkazib beradi. Lekin keyinchalik qo'shimcha staj yoki ish haqi hujjati topilsa, hisoblangan pensiya minimal darajadan oshib ketishi mumkin. Shunda har bir indeksatsiya siz uchun ancha foydaliroq bo'ladi. Demak, eng kam pensiya olayotgan odam ham hujjat yig'ishni to'xtatmasligi kerak. 6-chi nozik jihat. Ishlayotgan pensionerlar. Agar pensioner ishlashda davom etsa, uning mehnat faoliyati bo'yicha ayrim ma'lumotlar keyinchalik pensiya hisobiga ta'sir qilishi mumkin. Lekin bu avtomatik va har doim darhol bo'ladi deb o'ylamaslik kerak. Ish beruvchi ma'lumotlarni to'g'ri topshirganmi? Rasmiy ish haqi ko'rsatilganmi? Soliq va ijtimoiy to'lovlar bo'yicha ma'lumotlar tizimga tushganmi? Bularni tekshirish zarur. Endi eng foydali qismga o'tamiz. Men sizga aniq qadamlarni aytaman. Birinchi qadam, oxirgi 5 yil bo'yicha pensiya tushumlaringizni yozib chiqing. Bank ilovasidan yoki bank filialidan 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 yillardagi pensiya tushumlari bo'yicha ko'chirma oling.
Har bir oshirishdan keyin summa qanday o'zgarganini solishtiring. Ayniqsa oshirish e'lon qilingan oydan keyingi 2 oyga e'tibor bering. Ikkinchi qadam. Pensiya jamg'armasi bo'limidan hisoblangan pensiya miqdori haqida ma'lumot so'rang. Sizga kartaga tushgan summa emas, aynan hisoblangan pensiya qo'shimcha ustamalar, ushlab qolishlar va to'lanadigan sof summa qiziq. Arizada shunday yozish mumkin. Menga tayinlangan pensiya miqdori 2024 yillardagi indeksatsiyalar bo'yicha qayta hisob-kitoblar, qo'shimcha to'lovlar va ushlab qolishlar haqida yozma ma'lumot berishingizni so'rayman. Yozma javob keyingi harakatlar uchun muhim. 3-qadam hujjatlarni tekshiring. Mehnat daftarchasi, harbiy bilet, arxiv ma'lumotnomalari, ish haqi to'g'risidagi ma'lumotnomalar, diplom, dekret ta'tili, bolalar tug'ilganlik guvohnomalari, nogironlik bo'yicha tibbiy hujjatlar, o'quvchisini yo'qotganlik holatida o'lim guvohnomasi va qarindoshlikni tasdiqlovchi hujjatlar tayyor bo'lsin. Agar eski ish joyingiz yopilgan bo'lsa, tuman yoki viloyat arxiviga murojaat qiling. Ba'zida bitta arxiv ma'lumotnomasi pensiyani sezilarli oshirib yuboradi. 4-qadam solishtirma hisob qildiring. Agar siz 2020 yilda qancha olganingizni bilsangiz, hozirgi pensiyangizni o'sha summa bilan solishtiring. Masalan, 2020 yilda 1 million olgan bo'lsangiz, 2024 yilda indeksatsiyalardan keyin taxminan 2 million atrofida bo'lishi mantiqan kutiladi. Agar siz 1 million 400 ming yoki 1 million 500 ming olayotgan bo'lsangiz, albatta sababini so'rang. Balki sizda ushlab qolish bordir, balki pensiya turi boshqachadir, balki dastlabki hisob past bo'lgandir. Lekin tekshirmasdan turib bilib bo'lmaydi. 5-qadam, og'zaki javob bilan cheklanib qolmang. Ko'p odamlar idoraga boradi, ularga hammasi to'g'ri deyishadi. Ular qaytib ketadi. Men esa yozma javob olishni maslahat beraman. Chunki yozma javobda raqamlar ko'rsatiladi. Pensiya qachon tayinlangan, qancha bo'lgan, qachon indeksatsiya qilingan, qancha ushlab qolingan, agar xato bo'lsa, yozma javob asosida yuqori tashkilotga, portal orqali yoki zarur bo'lsa sud tartibida murojaat qilish mumkin. 6-qadam, My.Gov.uz va pensiya jamg'armasining elektron xizmatlaridan foydalaning. Agar o'zingiz foydalana olmasangiz, farzandingizdan, nabrangizdan yoki ishonchli yaqin insoningizdan yordam so'rang. Elektron murojaatning afzalligi shundaki, u ro'yxatga olinadi. Javob muddati bo'ladi. Keyin siz murojaat qilmagansiz deyish qiyin bo'ladi. 7-qadam. Har oy kartaga tushgan pulni bitta daftarga yozib boring. Bu juda oddiy, lekin foydali odat. Sana tushgan summa agar ushlab qolish bo'lsa izoh. Masalan, 2024 yil sentabr 2 million 120 ming tushdi. Oldingi oy 1 million 870 ming edi. Shunda keyingi oshirishlarda adashmaysiz. Ayniqsa yoshi katta odamlar uchun farzandlari shu daftarni yuritib bersa, keyin tekshiruv osonlashadi. Demak, 2024 yillarda pensiyalar nominal hisobda sezilarli oshdi. Ko'p holatda 2020 yildagi pensiya 2024 yilga kelib 2 baravarga yaqinlashdi yoki ayrim toifalarda undan ham ko'proq o'sdi. Lekin real hayotda bu o'sish narx-navoning o'sishi bilan birga baholanishi kerak. Qo'lga tushayotgan pul ko'paygan bo'lsa ham oziq-ovqat, dori-darmon va kommunal xarajatlar oshgani sababli pensionerning real ahvoli har doim ham 2 baravar yaxshilandi deb bo'lmaydi. Eng muhim tavsiyam shuki, pensiyangizni tekshiring. 2020-2024 yillardagi tushumlarni solishtiring. Pensiya jamg'armasidan yozma ma'lumot oling. Staj va ish haqi hujjatlaringizni qayta ko'rib chiqing. Ayniqsa eng kam pensiya oluvchilar, nogironlik pensiyasi oluvchilar, o'quvchisini yo'qotganlik pensiyasi oladigan oilalar va 2020-2024 yillarda pensiyaga chiqqanlar bu masalaga befarq bo'lmasin. Agar sizda mening pensiyam kam oshgan, qo'shnim ko'proq oladi, indeksatsiya menga to'liq qo'llanmagan bo'lishi mumkin degan shubha bo'lsa, izohlarda yozing. 2020 yilda qancha olgansiz, hozir qancha olyapsiz, pensiya turi qanday? Men keyingi videolarda eng ko'p uchraydigan holatlarni alohida tahlil qilib beraman. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu videoni ota-onangizga, qarindoshlaringizga, mahalladagi pensionerlarga yuboring. Chunki to'g'ri hisoblangan pensiya bu har oy keladigan haq, uni bilish va talab qilish har bir fuqaroning huquqidir.